Do'konimizga 3 xil ko'rinishdagi tangaramka kelib qo'yganmiz. Qisqacha ko'rsatib beramiz. Tangaram o'yinchog'imizdan ko'rib turganingizdek kichkinasi 8000 so'mdan yog'ochdan ishlangan o'yinchog'imizni ochib ko'rsatamiz. O'zbekiston plastmas idishda bo'ladi. Ko'rib turganingizdek ranglarang yorqin ishlangan. Orqasida o'zini qo'llanmasi chiqadi. Qo'llanmasiga qarab har xil shakllarni yig'sa bo'ladi. Hozir qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Birinchi shaklda yig'ib ko'ramiz. Mushuni ko'rinishi bor ekan. Ko'rib turganingizdek mushuni shakli chiqdi. Bu endi mana do'stkamizga yoqimli ko'rinmayapti. Qisqasi har xil shakllarni yig'sa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek sifati yaxshi. Yana misol uchun boshqa shaklda yig'ib ko'rsatdi. Bu qizil, olarang. Yana bu tomonda xuddi shu shaklda yig'sa bo'ladi. O'yinchog'imizni ko'rib turganidek o'zini joyiga joylashtirish ham kerak. O'yinchog'imizni doskasiga yig'sanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar alohida yana boshqacha ko'rinishda yig'sanglar bo'ladi. Bu o'yinchog'imizdan ko'rib turganingizdek doskasiga yig'ish ham o'ziga yarasha qiyinchilik. Qisqasi bu o'yinchog'imizdan birga bolajonlarni o'ynasanglar qiziqarli, bolajonlar maza qilib o'ynaydi. O'zim yig'ib qo'yaman buni. Keng ko'rinishligi narxi 15000 so'mdan kattaroq o'lchami. Bu ham yog'ochli, sifati yaxshi. Orqasida o'zini qo'llanmalarini ko'rsatib qo'ygan. Kengisi 50 ming so'mligi. Bunda qismlari ko'proq bo'ladi. Mayda qismlari ko'p, juda yog'ochdan ishlangan. O'zini qo'llanmasi chiqadi. Qo'llanmasiga qarab har xil shaklni yasab, archa, misol uchun bu tomonda konfet, bu tomonda shu shaklni yasab. Mushta, kapali, poyezd, baliq, raketa, qisqichbaqa, o'rdak, samolyot. Adashmasam 30 tadan shu kartochkasini sanadim. Har xil rasmlari bor. Qismlari ham mana keyinchalik yig'ishtirib qo'yishim bo'ladi. Sifati yaxshi. Asosiysi ranglari yorqin, qirrasi bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek katta, kichkina qismlari bor. Do'konimizda hozir shu xillari bor. Do'konimizga chiqib qolamiz.